Assalomu alaykum ekranidagi qadrli ko'ruvchilar, ko'rayotganlar Ashpaz film ishlash guruhi bilan Atosh Tunjidor dehqonchilik chorvachilik taraqqiyot chekish shirkati birlikda ishlagan kunda yangidan programmasi. Ekran orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'lim xursandman. Men Riyasish do'stlar Filoratalar. Biz bu san programmamizda davlatlik oliy darajalik Ashpaz Ahmadjon usta bilan birlikda yana bir xil taomning etilish jarayoni bilan tanishib chiqamiz. Undaq texniklar davomli ekranimizda bo'lsin. Assalomu alaykum Ahmadjon usta. Alaykum assalom. Bu san programmamizda qaysi xil taomning etilish usulini so'zlab o'tmoqchisiz? Bu sanımızda biz etmekçi olan korumumuzun ismi Çocuk Horaz korumuzu. Yani Hanzuca atılışı Boçao Xiaogongji. Çocuk Horaz korumuzu. İsmini aytdi. Qiziqarli anlandı ekan. Unda xulsa bu korumga ketarli bo'lgan ham materiallarni bir tanishtirib beramiz. Bo'ldi. Bunun ketarli ham materiallar açık kichik qizilmoch, zencevil, qo'lpiyaz, samsak, yerlik to'qu, yerim pacha. Bak ko'p ham materiallar ketmaydi ekan. To'g'ri, buning ketarlik materialini oddiy, bu qo'rilgandan keyin shunda yeyishlik bak mezlik chiqadi. Shu asosiy to'qular bo'ldi ekan. Unda xulsa tam xurishlar bilan bir tanishib o'tamdik. Bo'ldi. Qo'rimiz ketarlik, tam xurishlarimizdan to'z, to'xtam javri, tetutqu, qizilmoch qiyami, temzat to'q qo'rimi tetutqusi, temzat qizilmoch miye, chilangan qizilmoch, churitgich kraxmal, ya'ni o'l kraxmal. O'l kraxmalni biz oldin tayyorlab oldik. To'g'ri, to'g'ri. Bo'ldi, unda xulsa tam xurishlar bilan, materiallar bilan tanishib oldik. Endi to'g'rab tayyorlab olamiz. Bo'ldi. Biz materiallarni to'g'rab tayyorlab oldik. Qo'l piyozni o'tirdan shilib to'g'rab olamiz. Samsakni mana shu butun holatda solib biza uni to'g'amaymiz. Samsak ko'proq shilingan. To'g'ri. Buningga samsak ko'proq ketadi. Yanından keyin zencevil to'g'rab olamiz. Zencivilni ushoq to'g'ramdik. Yani zencivilni cho'ng-cho'ng to'g'rab olamiz. Nipis qilib to'g'irsak bo'ldi ekan. To'g'ri, nipis qilib shilib olamiz. Zencivilimizni tutdi. Açık qizilmochni buni kichik holatda to'g'rab olamiz. Odat ko'p qo'rimagan ochiq qizilmochni to'g'ramay butun pitsalatdik. To'g'ri. Bunga to'g'ri aytganmiz. Biz buningga shakl chiqarish uchun, yana birga xima ochiq ta'min chiqarish uchun ushoq to'g'raymiz. Undan keyin biz to'qini chalib olamiz. Buni boshqa to'q qo'rimlardan odatda sal kichikroq qilmaymiz. Ushoqroq bo'ldi ekan-da. To'g'ri. Ben tayyor qilib oldik, qozonga suvni quydik. Endi sasak bo'lamdi. Bo'ldi. To'qini hozir qozonga selib, qaynagandan keyin ko'pikni suzib, to'qida o'zida bo'lgan g'ayri puroqni yo'q qilib olib, undan keyin to'qini suzib olamiz. Suzib olgandan keyin biz qo'rishni boshlasak bo'ldi. To'qimi qaynab bo'ldi. Ko'pikni suzib oldik. Hozir bu to'qini suzib olgandan keyin qozonni pokis yuvib qo'rishni boshlasak bo'ldi. Qozonga mayni qo'ygandan keyin biz suvni o'tkazib olgan to'qini mayda dag'lab elib olamiz. Dag'lab elib olgandan keyin ham qo'rish bosqichiga o'tib ketsak. Unda xulsa to'qi chilashqidek darajada may qo'yamdik. To'g'ri, to'g'ri. Oilada bo'lib qolsa azroq qo'ysak bo'ldi.
Programımızı İhsan Yığı bilen təminləyən İhsan Yağçılıq şirketiga alayda rəhmətimizi bildirimiz. Endi biz may qizib bo'lguncha to'g'ini ta'minlantirib olamiz. Buni ta'minlantirishga ketarlik materiallar Tam xuruşlardan, çürütküç, kraxmaldan, 4-5 bal qo'shib atrofida. 4-5 bal qo'shib atrofida silib olamiz. Silib olgandan keyin biz buni aralashtirib olamiz. Faqat mush çürütküç kraxmal bilan ta'minlantiramiz. Buni biz qozonni sog'gandan keyin bayam bundan qoldiq, qolgan xurujlarni keyin solamiz. Biz meyimizni qizitib oldik. Ta'minlantirib olgan to'qimizni mayga silib dag'laymiz. Qayşileştirib turibmiz-ku. Boşaqlik chiqarmaslik uchun bundan keyin samsaqni selib olamiz. Samsaqni selib sağağandan keyin Dağılğan çağda samsaqni salamiz. To'g'ri. Buningda shundan mezlik bir xil samsaqning mezlik quruq paydo bo'ldi. Hozirdan ham shu mezlik quruq kelyapti. Qancha vaqt dağlaymiz? Buni yong'oq mig'iz shekilli kap bo'lacak. To'qimizni dag'ayib bo'ldi. Biz suzib olgandan keyin mana yong'oq mig'iz rangi kiribdi. Endi tamzab qizilmish meni quyib qo'ramdik. Olgandan keyin biz bununla qizilmish salamdik. Zencefil, qo'l piyoz solamiz. Qizilmishni oxirida shiltirganmizda. Qizilmishni eng oxirida. Bununla qizilmish qiyamidan qo'shib atrofda solamiz. Qadam bosqichlarini bek alaydigana, avval to'g'ini suv silib, bir qaynoq suvda o'tkazib olgandan keyin, andan keyin qaytadan ondan keyin to'g'ini dag'lab oldik-miz. Oxirida qizilmish miy bilan qo'raydik-miz. Ondan keyin biz dag'lab tayyorlab olgan to'g'ini solamiz. Eğer bu sen mayısız çıkıp regalet toplarsa temizler kızılmış meyden miktarda dökümüz. Bunun da keyin tayyorlab olgan sho'rpimizdan Bayam 15 minut etrafida qaynatib tayyorlagan sho'rpimizdan. Bayam tayyorlab olgan sho'rpimizdan azizlar. Minut etrafida qo'rsaqdan bo'ldimi? Buni allabrum pishirib tayyor qilganimiz. Buni 2-3 minut etrafida qilsak asosiy yapmış. Doğrumuz tayyor qoldi. Tayyor qilib
shundaq mazalik puroq kelyapti. Suyimi bir xil quyuq chiqdi-ya. O'lik kraxmalning haqiqatan quyuqlashtirish roli bor ekan. Çanalga qızılmışımız bilen. Qızılmışni oxirida qo'ygan. Kuchli o'tib pishirilgan chuchuk xo'roz qo'rimisimi tayyor bo'ldi. Xudo xohlasa ustam terib ko'rib baqsam bo'lamdi? Bo'ldi, terib baqsangiz bo'ldi. Nayt yeyishik bo'pti ustam, qo'lingiz qidat bermisin. Rahmat. Qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga qatnashganinizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Rahmat sizga. Bo'ldi, sizlarga rahmat.